Shuning uchun ayollarda eng yaxshisi, eng barakotligi eriga yuk qo'ymaydigani, erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani, kamchiqimroq bo'lgan ayol. Albatta bu darslarda muslima opalarimiz eshitishadi va xususan shularga atab taylangan darslar. Ayol kishi erda yarmi, oilaning ustuni. Agar erkak kishining yarmi bo'lgan ayol dindor bo'lsa, hayotiga rozi bo'lsa, qanoatlansa, er taqvoda yurishi oson bo'ladi. Agar teskarisi bo'lsa-chi? Bunaqa taqvodor ayol birodarlar erini gunoh ma'siyatga buyurmaydi, majbur qilmaydi. Palonchilarga uyqu berasan, palonchilarga eshik qilib berasan demaydi. Erini haromga turtib qo'ymaydi. Bir ayol eridan palon pullik qimmat narsani olib berasan deb turib oldi. Isrof endi bu narsa. Isrof. Er qarab turib, "Ey xotin" dedi. Jannatda shunday huri ayinlar borki, agar u huri ayinlardan bittasi yerga tushirib qo'yilsa, bu hurning nuri, go'zalligi quyosh bilan oyning nurini so'ndirib qo'yadi dedi. Endi seni deb ulardan voz kechganimdan ko'ra, ularni deb sendan voz kechib qo'yishim osonroq dedi. Seni aytganingni qilaman, seni ko'ngling cho'kib qolmasin deb haromga qo'l urganimdan ko'ra, seni haydab olib o'shlarni olganim ma'qul menga deyapti. Musulmon erkak agar xotinning talab qilayotgan narsasi harom bo'lsa yoki xotini qilib ber deyotgan narsa isrof bo'lsa, xotini qilib berasan deb talab qilayotgan narsa bu erni Allohning roziligidan uzoqqa ketkizib yuborayotgan bo'lsa, xotinini bunaqa talabiga itoat qilmaydi. Yoki buyrug'ini bajarmaydi desak, yana zamon bobroq bo'ladi. Bizning zamonimizdagi ayollar, birodarlar, mana Oysha onamizni zuhdini, zohidligini ko'rdingiz. Qo'liga shunaqa katta miqdordagi pul kelgan paytda olib qolmasdan tarqatib yuboryapti. Hozirgi zamondagi ayollarchi uyini bezashlik bilan ovora. Bu jonivor eplab bir narsa qilib tomni yopdi, uyning ichiga kirib oldi. Bu erkakdan baxtli odam yo'q. O'zini tomi, o'zini hovlisi xursand bo'lib yashaysa boshlanadi. Bilasizlar endi. Endi maloni qilib berasiz. Endi maloni qilib berasiz deydi. G'ing'iloradi, oxiri nima qiladi? Ammo mana shu ayollar, faqat uyini, dunyosini bezayotgan ayollar, oxiratdagi ulushini, oxiratdagi nasibasini esdan chiqarib qo'ysa, o'lim soati kelgan paytda hamma narsasi qoladi bezatilgan. Hamma narsasi qoladi. Ikki qo'li bilan quruq ketadi birodarlar.